Assalomu alaykum. Bugun Marvel haqida shunday nazariya aytamanki, agar bu rostdan ham amalga oshsa, maxfiy urushlar Marvel kino koinoti uchun oddiy final emas, balki butun kino koinotning eng qorong'u, eng og'ir va eng aqlli qayta tug'ilishi bo'ladi. Chunki Marvel hozir shunchaki yangi qahramonlarga muhtoj emas. Marvel hozir sababga muhtoj. Tomoshabin yana kinoteatrga borish uchun, mana bu film keyingi katta voqea uchun kerak deb his qilish kerak. Cheksizlik sagasi aynan shunday ishlagan. Har bir film alohida ko'ringan. Lekin orqada Thanos soyasi bor edi. U kam ko'ringan, lekin doim sezilgan. Tomoshabin bir narsani bilardi. Oxir-oqibat hammasi bitta nuqtada portlaydi. Multikoinot sagasi esa mana shu tuyg'uga qoldi. Kang bor edi, lekin xavf sifatida emas, ko'proq va'da sifatida. Vaqt chiziqlari bor edi, lekin yurak yo'q edi. Kameolar bor edi, lekin oqibati yo'q edi. Tomoshabin esa buni sezadi. Unga 100 ta portal kerak emas, unga bitta kuchli savol kerak. Bizning nazariyamiz shuki, maxfiy urushlarda Marvel eng katta xatoni to'g'rilaydi. U shunchaki multikoinot yopmaydi. U multikoinotning nima uchun xavfli ekanini nihoyat odamga tegadigan darajada ko'rsatadi va bu ishni Doktor Doom orqali qiladi. Biz Doktor Doomni oddiy yovuz odam sifatida ko'rmasligimiz kerak. U Thanos emas. Thanos hammani qutqaraman deb yarmini o'chirgan edi. Kang ham vaqt ustidan hukmronlik qilishni xohlardi. Ammo Doom boshqacha. Doom o'zini yovuz deb hisoblamaydi. U o'zini insoniyat tarixidagi eng mantiqli hukmdor deb biladi. Unga ko'ra, qahramonlar dunyoni qutqarishga harakat qiladi, lekin har safar uni yanada battar ahvolga olib keladi. Qasoskorlar Ultronni yaratdi. Strange multikoinot eshiklarini ochdi. Vanda butun realliklarni larzaga soldi. Loki vaqt tizimini buzdi. O'rgimchak odam bir tilak bilan dunyoni o'zgartirib yubordi. Ya'ni Doom tashqaridan qarasa, bitta xulosa keladi. Bu odamlar qahramon emas, nazorat qilinmaydigan falokatlar. Shuning uchun maxfiy urushlarda Doomning asosiy gapi shunday bo'ladi. Sizlar dunyoni qutqarmaysizlar. Sizlar uni har safar boshqa ko'rinishda buzib qo'yasizlar. Endi yetar. Mana shu gap Marvel uchun juda kuchli asos bo'lishi mumkin. Chunki u tomoshabinni noqulay holatga qo'yadi. Haqiqatdan ham, agar qahramonlarning har bir g'alabasi keyingi falokatga yo'l ochsa, ular qahramonmi yoki shunchaki chiroyli niyatli muammomi? Bizning nazariyamiz bo'yicha qasoskorlar, fantastik Four, X odamlar, boshqa realliklardan kelgan qahramonlar Doomga qarshi birlashadi. Hammasi klassik katta crossoverga o'xshaydi. Eski qahramonlar qaytadi, yangi qahramonlar paydo bo'ladi. Odamlar zalda qarsak chaladi, portallar ochiladi, musiqa ko'tariladi. Hammasi finalni eslatadi. Lekin farq shundaki, bu safar ular yutqizadi va shunchaki yutqizmaydi. Ular o'zlarining eng kuchli lahzasida mag'lub bo'ladi. Chunki Doom ularga qarshi kuch bilan emas, natija bilan chiqadi. U har bir qahramon uning qarorlari nimaga olib kelganini ko'rsatadi. Tony Stark dunyoni qutqardi, lekin qurol sanoatidan boshlangan hayoti baribir minglab o'limlarga sabab bo'ldi. Doktor Strange eng yaxshi variantni tanladi. Lekin bu variantda ham millionlab odamlar azob chekdi. Vanda sevgini xohladi, lekin butun shaharni qamoqqa aylantirdi. To'rt qurol bo'lishi kerak edi, lekin xalqi doim yo'qotishlar ichida qoldi. O'rgimchak odam hammani himoya qilaman dedi, lekin oxirida uni sevgan odamlar uni unutdi. Doom ularni kaltaklab yengmaydi, u ularni sindirib yengadi. Keyin multikoinot qulaydi, realliklar bir-biriga uriladi. Har bir dunyo boshqasini yo'q qila boshlaydi. Bu yerda Marvel kino komikslaridagi Incursion g'oyasi nihoyat katta ekranda qo'rqinchli qilib ko'rsatilishi mumkin. Tasavvur qiling, bir osmon ostida ikki xil New York paydo bo'ladi. Bir ko'chada Tom Hollandning o'rgimchak odami yuguradi. Keyin ko'chada esa Tobey Maguire davridagi eski shahar parchasi turadi. Bir joyda Fox X odamlari maktabi, boshqa joyda Fantastik to'rtlik laboratoriyasi. Lekin bu fan servis emas, bu dunyoning o'limi. Realliklar chiroyli uchrashmaydi, ular bir-birini ezadi. Qahramonlar oxirgi imkoniyatni izlaydi, lekin Doom ulardan oldinroq harakat qiladi. U multikoinotni qutqarish uchun uni bitta dunyoga siqib qo'yadi. Mana shu yerda Battle World tug'iladi. Ammo bu Battle World avvalgidek oddiy sektorlar sarosi bo'lmaydi. Bizning nazariyada Battle World bu xotiralar ustiga qurilgan imperiya. Doom har bir reallikdan tirik qolgan qismlarni oladi, lekin ularni shunchaki yonma-yon qo'ymaydi. U ularni qayta yozadi. Har bir hududga yangi tarix beradi, har bir odamga yangi xotira beradi, har bir qahramonga esa ichida yashash oson bo'lgan yolg'on beradi. Bu yerda eng muhim nuqta bor. Doom yomon dunyo yaratmaydi. Aksincha, u ko'pchilik uchun avvalgisidan yaxshiroq dunyo yaratadi. Peter Parker uchun bu dunyoda uning xolasi May tirik bo'lishi mumkin. Mary Jane uni eslashi mumkin. Ned yana uning do'sti bo'lishi mumkin. Tony Stark uchun u hech qachon g'orda qiynalmagan, lekin baribir dunyoni himoya qiluvchi dahoga aylangan bo'lishi mumkin. Wanda uchun bolalar haqiqiy bo'lishi mumkin. Thor uchun Asgard vayron bo'lmagan bo'lishi mumkin. Steve Rogers uchun u urushdan keyin Peggy bilan yashagan va hech narsani yo'qotmagan bo'lishi mumkin. Logan uchun esa nihoyat tinchlik bo'lishi mumkin. Va mana shu narsa Doomni xavfli qiladi.
chunki u odamlardan baxtni tortib olmaydi. U ularga baxt beradi. Faqat evaziga haqiqatni oladi. Endi tasavvur qiling, kimdir kelib bu dunyo yolg'on ekanini aytadi. Odamlar unga ishonadimi? Yo'q. Ular uni dushman deb biladi. Chunki yolg'on baxtni buzmoqchi bo'lgan odam baxtsiz haqiqatni olib kelayotgan bo'lsa ham tashqaridan yovuz ko'rinadi. Shu nuqtada Marvel nihoyat mutantlarni kiritish mumkin. Bizning nazariyamizda mutantlar Battle World ichida tug'ilgan yangi muammo emas. Ular Doom tizimining xatosi. X gen oddiy biologiya emas, balki reallikning o'zgarishlariga javob beradigan evolyutsion mexanizm sifatida ochiladi. Multikoinot siqilganda insoniyatning ayrim vakillarida yashirin gen uyg'onadi. Bu gen ularga kuch beradi, lekin undan ham muhimi ularni soxta xotiralardan to'liq himoya qilmaydi, ammo shubha beradi. Mutantlar birinchi bo'lib tush ko'ra boshlaydi. Ular boshqa hayotlarni eslaydi. Ular bir-birini hech qachon uchratmagan bo'lsa ham tanigandek bo'ladi. Professor Xavier minglab onglar ichida bir xil yorug'ni sezadi. Magneto esa bu dunyoning tinchligi aslida qo'rquv va nazorat ostida qurilganini tushunadi. Ularning yo'llari shu yerda ajraladi. Xavier haqiqatni ochish kerak deydi. Magneto esa avval mutantlarni saqlash kerak deydi. Chunki agar Doom bilib qolsa, mutantlar bu yangi dunyodagi eng katta tahdidga aylanadi. Mana shu yerda X odamlar sagasi boshlanadi, lekin bu safar ular oddiy odamlar bizdan qo'rqadi mavzusi boshlamaydi. Ular butun dunyo uxlayapti, biz esa uyg'onib ketyapmiz degan dahshatli g'oyadan boshlaydi. Bir tomondan Xavier odamlarni uyg'otmoqchi bo'ladi, ikkinchi tomondan Magneto bunday qilishni minglab odamlarni yana azobga qaytarishni tushunadi. Chunki kimdir o'lgan farzandini yana yo'qotadi, kimdir tirik otasining aslida boshqa reallikdan olib kelingan nusxa ekanini biladi. Kimdir baxtli nigohning hech qachon bo'lmaganligini tushunadi. Haqiqat faqat ozodlik emas, haqiqat jarohat. Bu esa Marvel uchun eng kuchli drama bo'ladi. Doomning imperiyasi qanday ishlaydi? Har bir sektor o'zicha yashaydi. Bir sektor klassik qasoskorlar dunyosiga o'xshaydi. Boshqa sektor Fox X odamlari olami. Yana bir fantastik to'rtlik. Har bir sektor o'z hikoyasiga ega, lekin hammasining tepasida bitta ramz bor, Doktor Doom. U har kuni ekranga chiqib nutq qilmaydi. U shahar markazida haykal bo'lib turadi. Maktablarda bolalar uni najotkor deb o'rganadi. Cherkovlarda unga ibodat qilishmaydi, lekin uning nomini tarixning eng buyuk hukmdori sifatida aytishadi. Lekin kichik yoriqlar bor. Masalan, o'rgimchak odam har safar osmondagi Doom belgisini o'rganishda yuragi siqiladi. Nega ekanini bilmaydi. Strange sehr ishlatganda sehr dunyoning cheklarida noto'g'ri aks sado beradi. Vanda bolalarni quchoqlaganda baxtli, lekin ichida nimadir? Bu safar hammasi narx evaziga kelganda pichirlaydi. Deadpool esa boshidanoq hammasini biladi, lekin uni hech kim jiddiy qabul qilmaydi. U kameraga qarab, bolalar, biz reboot ichidamiz deydi. Hamma kuladi, lekin bu safar hazil emas. Deadpool sagada juda muhim bo'lishi mumkin, chunki u 4-devorni buzadigan yagona odam sifatida Doomning soxta realligidan to'liq zarar ko'rmaydi. Lekin uning la'nati shuki, u haqiqatni aytganda ham hazilga o'xshaydi. U Rostamahani qidiradi, chunki Logan xotirasi buzilgan odam sifatida soxta xotiralarga qarshi tabiiy immunitetga ega. Ikkalasi birinchi bo'lib eski dunyo parchalarini yig'ishni boshlaydi. Keyin ularga Tobey Maguirening o'rgimchak odami qo'shiladi. U boshqa sektor ichida oddiy hayot kechirayotgan bo'ladi. Balki u nihoyat Mary Jane bilan tinchashayotgandir. Balki qizi bordir, lekin bir kuni u eski Tobeyni ko'radi. Bu yerda hech narsa bo'lmagan bo'lishi kerak. Ammo uning ko'z oldida yashil goblin, Norman Osborn va o'zining eng katta yo'qotishlari chaqnab ketadi. U tushunmaydi, lekin yuragi biladi. Uning hayoti yamoqlangan. Andrew Garfieldning Spider-Man esa boshqa yo'l bilan uyg'onadi. U Gwenni ko'radi, u tirik bo'ladi, u kuladi, u bilan gaplashadi va Peter baxtdan yig'laydi. Lekin bir savol uni ichidan yirtadi. Agar bu haqiqiy bo'lsa, nega men uni ikkinchi marta yo'qotishdan unchalik qo'rqyapman? Bu asta sekin tushunadi. Doom unga katta jarohatni dori sifatida qaytargan, lekin bu dori aslida kishan bo'lib chiqadi. Tom Hollandning o'rgimchak odami esa markaziy tanlovga aylanadi, chunki asl dunyoda hammani yo'qotgan edi. Doomning dunyosi unga hammasini qaytaradi. May xola, Mary Jane, Ned, normal hayot va endi undan qahramon bo'lish uchun aynan shu narsalardan yana voz kechish so'raladi. Bu juda og'ir, chunki qahramonlik doim dunyoni qutqarish emas. Ba'zida qahramonlik o'zining eng ko'p xohlagan yolg'onni voz kechish. Mening nazariyamda yangi saga bir nechta filmga bo'linishi mumkin. Men ularni 4 ta bosqichga bo'lib chiqdim. Birinchi bosqich Battle Worldni oddiy yangi koinot sifatida ko'rsatish. Tomoshabin avvaliga bu soft reboot deb o'ylaydi. Yangi X odamlar filmi chiqadi. Unda mutantlar paydo bo'ladi. Fantastik 4 filmi chiqadi. Ular Doomning tartibida yashaydi. O'rgimchak odam filmi chiqadi. Peter o'z hayotini qayta quradi. Hammasi alohida ko'rinadi, lekin har bir filmda kichik belgilar bo'ladi. Osmondagi yoriq, bir xil tushlar, Doom haqida g'alati jimlik, ba'zi odamlarning bir-birini boshqa hayotdan eslashi. Ikkinchi bosqich. Haqiqat izlovchilar paydo bo'ladi. Xavier, Strange, Deadpool, Rostamah, Red Witch va bir nechta o'rgimchak odamlar tizimdagi yoriqlarni topa boshlaydi. Ular Battle World xotirasini tushunadi. Bu dunyo tabiiy emas, tikilgan. Har bir sektor orasida devor bor, lekin bu devorni fizik emas, xotira devori.
odamlar ularni kesib o'ta olmaydi, chunki ularning ongida u yerga borish mumkin emas degan ko'rinmas buyruq bor. 3-bosqich. Dumning haqiqiy sababi ochiladi va bu yerda eng qizig'i joy. Dum bularni faqat hokimiyat uchun qilmagan. U kelajakda yana katta xavfni ko'rgan bo'lishi mumkin. Masalan, multikoinot ortida sirli dunyo aholisi yoki undan ham yuqori mavjudotlar bor. Dum biladi, agar realliklar erkin qolsa, ular yana bir-birini yo'q qiladi. Shuning uchun u hammani qamoqqa qamagan. Uningcha bu qamoqxona emas, panoh. Uningcha erkinlik bu hashamat, tirik qolish esa majburiyat. Mana shunda tomoshabin ham Dumni tushunadi. Yomon ko'radi, lekin tushunadi. Bu esa yaxshi antagonistning belgisi. 4-bosqich. Qahramonlar ikkiga bo'linadi. Hamma ham Dumga qarshi chiqmaydi. Ba'zilar haqiqatni ochsak hamma azob chekadi deydi. Ba'zilar odamlar yolg'onda yashasa ham ular baxtli-ku deydi. Hatto ayrim qahramonlar Dum tomonda qolishi mumkin. Masalan, Vanda, chunki u farzandlarini yo'qotishni xohlamaydi, yoki Thor, chunki Asgard tiklangan, yoki hatto ayrim mutantlar, chunki Battle Worldda ular nihoyat qirg'in qilinmayapti. Shu yerda fuqarolar urushdan ham kuchliroq konflikt chiqadi. Erkinlik tarafdorlari va tinch yolg'on tarafdorlari. Bu jangda yaxshi va yomon aniq bo'lmaydi. Har ikki tomonda og'riq bor. Har ikki tomonda sabab bor. Marvel aynan shunday paytda yana katta bo'lishi mumkin. Finalda esa qahramonlar Dum saroyiga boradi. Lekin bu klassik yovuz odamni urib yiqitish finali bo'lmaydi. Ular Dumni jismonan yengishi mumkin, ammo asosiy savol qoladi. Battle Worldni buzamizmi yoki qoldiramizmi? Agar buzishsa haqiqat qaytadi, lekin birga og'riq ham qaytadi. O'lganlar yana o'ladi, soxta oylar yo'qoladi, qaytarilgan sevgilar ketadi, baxtli sektorlar parchalanadi, ammo odamlar yana o'z tanloviga ega bo'ladi. Agar qoldirishsa tinchlik davom etadi, lekin bu tinchlikning narxi xotira, erkinlik va haqiqat. Bu yerda Kapitan Amerika qaytish juda kuchli ishlaydi. U Dumga shunday deyishi mumkin: sen odamlarni qutqarmading, sen ularni tanlovdan mahrum qilding. Dum esa javob beradi: tanlov ularga har safar urush olib keldi va mana shu ikki gap butun saganing yuragi bo'ladi. Temir odam yoki uning yangi varianti ham bu yerda muhim bo'lishi mumkin. Chunki Tony doimiy xavfsizlik va erkinlik o'rtasida qiynalgan. Ultronda u dunyoni himoya qilmoqchi bo'lib, falokat yaratdi. Fuqarolar urushda nazorat tarafida turdi. Endi esa Dum uning ekstremal versiyasi bo'ladi. Mukammal xavfsizlik, nol erkinlik. Tony shunda o'zining eng katta qo'rquvini Dumda ko'radi. O'rgimchak odam esa finalda eng insoniy qarorni qiladi. U Meyxolani, Mary Jane'ni, Nedni qayta yo'qotishni bilib turib, haqiqatni tanlaydi. Chunki Peter Parkerning mohiyati shuki, u baxtga loyiq, lekin mas'uliyatdan qochmaydi. Bu lahza tomoshabinni sindirishi mumkin, chunki u super qahramonlikni portlash bilan emas, yurakni ezadigan tanlov bilan ko'rsatadi. Rostamach esa yosh mutantlarga yo'l ochadi. U Dumga qarshi so'nggi jangda tirik qoladimi yoki yo'qmi, muhim emas. Muhimi u yangi X odamlar avlodiga haqiqatni eslab qolishni o'rgatadi. Chunki Logan uchun xotira doim la'nat bo'lgan. Bu safar esa xotira qurolga aylanadi. Va finaldan keyin Marvel yangi koinotga o'tishi mumkin, lekin bu oddiy reboot bo'lmaydi. Bu haqiqat uchun to'lanadigan narxdan keyin koinot bo'ladi. Odamlar ba'zi narsalarni eslaydi, ba'zilarini eslamaydi. Ayrim qahramonlar tirik qoladi, ayrimlar butunlay yo'qoladi. Mutantlar esa endi oddiy markazda bo'ladi. Chunki aynan ular yolg'onni birinchi ko'rdi. Aynan ular odamlarni uyg'otdi va aynan ular sabab dunyo erkin bo'ldi. Lekin bu erkinlik odamlarni ulardan qo'rqitadi. Oddiy odamlar mutantlarga shunday qaraydi: sizlar bizning baxtimizni buzganlarsiz. Ular Dumning yolg'on dunyosida o'lgan yaqinlarini ko'rgan, yo'qotgan orzularini qaytarib olgan, tinch hayotda yashashgan edi. Endi esa mutantlar va qahramonlar ularga haqiqatni qaytardi. Haqiqat esa hamma uchun sovg'a emas. Mana shu orqali X odamlar mavzusi juda kuchli boshlanadi. Odamlar mutantlardan ularning kuchi uchun emas, haqiqatni eslatgani uchun qo'rqadi. Shu nazariya Marvelga bir vaqtning o'zida 3 ta muammo hal qilish imkonini beradi. Birinchisi, eski qahramonlar shunchaki nostalgiya uchun emas, drama uchun qaytaradi. Tobey Maguire, Andrew, Hugh Jackman, kichkina Robert Downey yoki Chris Evans qaytsa, ular qaranglar eski aktyor keldi uchun emas, o'zlarining eng katta yo'qotishlari bilan yuzma-yuz kelish uchun kerak bo'ladi. Ikkinchisi, yangi mutantlarni tabiiy kiritadi. Ular osmondan tushib qolmaydi. Ular butun reallik buzilgan paytda uyg'ongan evolyutsiya sifatida paydo bo'ladi. Bu ularga darhol katta ahamiyat beradi. Uchinchisi, Marvel yana bitta katta savol atrofida birlashadi. Cheksizlik sagasida savol shunday edi: Thanosni to'xtata olishadimi? Bu yangi sagada savol boshqacha bo'ladi. Odamlar haqiqatni ko'tara oladimi? Va menimcha bu savol ancha kuchliroq. Chunki bugungi tomoshabin shunchaki yana bir portal jangidan charchagan. Unga katta kompyuter grafikasi emas, ichida qoladigan g'oya kerak. Doom esa buni bera oladi. U Marvel tarixidagi eng qo'rqinchli yovuzga aylanishi mumkin. Chunki u hammani o'ldirmaydi, u hammani baxtli qiladi. Keyin esa shunday dedi: "Mana sizlar istagan dunyo. Endi nega menga qarshi chiqyapsizlar?" Va eng dahshatlisi shundaki, ko'pchilik javob topa olmaydi. Agar Marvel shu yo'lni tanlasa, maxfiy urushdan nafaqat multikoinotning finali bo'ladi, u qahramonlik haqida eng og'ir savolga aylanadi. Qahramon dunyoni qutqarishi kerakmi yoki odamlarning baxtli yolg'onini buzishi kerakmi?
Erkinlik har doim ham baxtdan ustunmi? Haqiqat har doim ham davomi bor hayotga arziydimi? Mening nazariyam shuki, Marvel aynan shu savollardan qo'rqmasa, u yana buyuk bo'lishi mumkin. Chunki final bizga yo'qotish orqali g'alabani ko'rsatgan edi. Maxfiy urushlar esa g'alaba orqali yo'qotishni ko'rsatish kerak. Qahramonlar dumni mag'lub qiladi, lekin buning evaziga millionlab odamlar o'z yolg'on baxtidan ayriladi va shundan keyin yangi Marvel boshlanadi. Chiroyli emas, mukammal emas, lekin haqiqiy. Siz nima deb o'ylaysiz? Agar sizga og'riqsiz, yo'qotishsiz, hamma sevganlaringiz tirik bo'lgan, lekin yolg'on dunyo berilsa, unda qolarmidingiz? Yoki haqiqat og'riqli bo'lsa ham uni tanlarmidingiz? Fikringizni izohlarda yozing. Chunki agar Marvel Doktor Doom shunchaki yana bir yovuz odam emas, balki insoniyatga eng shirin qamoqni bergan hukmdor sifatida ko'rsatsa, maxfiy urushlardan keyin bizni oddiy reboot emas, butun Marvel kino koinotining eng kuchli qayta tug'ilishini ko'rishimiz mumkin. Va eng qizig'i shundaki, bu safar qahramonlar dunyoni qutqarganida hamma ularga rahmat aytmasligi mumkin. Ba'zilar ularni kechirmaydi, ba'zilar Doomni sog'inadi, ba'zilar esa butun umr bitta savol bilan yashaydi. Balki yolg'on dunyo yaxshiroq bo'lgandir. Mana shunda Marvel nihoyat yana muhokama qilinadigan, bahslashadigan va kutib turiladigan kino koinotga aylanadi. Chunki haqiqiy katta hikoya yovuzni yengish bilan tugamaydi. U tomoshabinning ichida savol qoldirgandan boshlanadi. Menda hozircha shu. Keyingi uchrashuvlargacha xayr, salomat bo'ling.